Toshkent shahridagi Yunusobod tumanida joylashgan ko'p qavatli aholi turar joy majmuasi, ya'ni Xonsaroy majmuasini Zo'rsan loyihasi uchun maxsus tayyorlab bergan KSO 285 va KSO 366 yacheykalarni jo'natishga tayyorgarlik qilyapmiz. Ushbu yacheykalarimizni full komplektatsiyada yig'ib berganmiz. Himoya relesi uchun yuklikdan foydalanganmiz. Rele himoyalari mukammal yig'ib berilgan. Razdellar RVZ, RPFZ dan foydalanganmiz.